Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni o'tamiz. Mavzumiz bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash shakllari va metodlari. Reja maktabgacha ta'limning asosiy vazifalari bolalarni bilishga qiziqish va aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish, aqliy malaka va ko'nikmalarini rivojlantirish. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasida ta'kidlaganidek, kelgusi yillarda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz ijtimoiy ahvolidan qat'iy nazar bog'cha yoshidagi har bir bolani ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iboratdir degan edi. Maktabgacha ta'limni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, tarbiya va o'quv jarayonini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malakali mutaxassislarni yetishtirish, ularning infratuzilmasi va moddiy texnik jihozlanishini yaxshilash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratish maqsadida qator vazifalar amalga oshirilmoqda. Aqliy rivojlanish omillari. Aql keng ma'noda sezish va idrok etishdan boshlanib va hayotni o'z ichiga oladigan bilish jarayonining yig'indisidir. Aqliy faoliyat diqqatni har doim ma'lum maqsadga qaratilgan bo'lishini talab etadi. Kishining aqli uning asosiy faoliyatida erishgan muvaffaqiyati xususiyati bilan belgilanadi. Aqliy tarbiyasi yetuk, o'tkir, zehnli, zukko va zakovatli insonlarni xalqimiz donishmand kishilar deb ataydilar. Donishmandlik bu daholik insonning eng buyuk va fazilatlaridandir. Daholik shunday bir noyob ne'matdirki, u har kimga ham nasib etilavermaydi. Bolaning aqliy rivojlanishi ba'zi omillarga bog'liq. Genetik omillar. Bu bola tug'ilishi paytida ota-onasidan oladigan narsaga tegishli. Bolaning intellektual rivojlanish darajasi, sifati va yo'nalishi ko'p jihatdan ushbu omillarga bog'liq. Onaning homiladorligi paytida paydo bo'ladigan omillar. Homilador ayolning turmush tarzi bolaning aqliy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Masalan, tug'ilmagan bolaning aqliy qaloqligiga quyidagilar ta'sir qilishi mumkin. To'yib ovqatlanmaslik, homiladorlik paytidagi kasalliklar, onaning tanasida yod yetishmovchiligi, turli ichimliklar, giyohvand moddalar, tamaki mahsulotlari, dorilarni qabul qilish. Tashqi muhit omillari chaqaloqlarning aqliy faoliyatidagi buzilishlarini quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Vosita va kognitiv faoliyatlarga cheklovlar, to'liq bo'lmagan oila, bolaning yomon ovqatlanishi, aloqa yetishmasligi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, birinchi tug'ilgan chaqaloqlar oilada boshqa bolalarga qaraganda aqlan ancha rivojlangan, pishiq, katta oilalarga bolalar ijtimoiy jihatdan yaxshiroq rivojlanadi. Ular muloqot qobiliyatlarini osongina egallaydi va tezda jamiyatga moslashib ketadi. Oilaning ijtimoiy holatdagi omili. Juda kambag'al oilalarning farzandlari har doim ham ota-onalaridagi maktabga ko'rsatkichlari bilan quvonmaydilar. Maktabning ta'sir etuvchi omili. Ko'pgina umumta'lim maktablarida o'qituvchilar hanuzgacha o'zini yaxshi tutadigan, savollarga o'zi talab qila oladigan tarzda javob beradigan, so'ramasdan hech narsa qilmaydigan yaxshi o'quvchilarni ko'rib chiqishadi. Yuqoridagi ijodiy salohiyatlarga bolalarning ushbu xususiyatlari mos kelmaydi. Vazifalarni hal qilishda nostandart yondashuvni ko'rsatilganda, ta'limda individual va o'qituvchilarga yo'naltirilgan yondashuvlargina bugungi kunda maktabgacha bolalarning aqliy rivojlanishini rag'batlantiradi. Bolaning shaxsiy xususiyatlari omili. Aqliy qobiliyatlarning rivojlanishiga bolaning fe'l-atvori va temperamenti ham ta'sir qiladi. O'ychan bolalar qiyin ishlarga diqqat bilan qaraydi. Aynan o'zlariga ishonchsiz va muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqishadi. Yuqori darajadagi hayajonlar bolalarni biroz yuzaki, ammo o'z-o'zidan ijodiy impulslarni namoyon qila oladi. Ota-onalarning shaxsiy fazilatlari omili.
Ota-onalar intellektual rivojlangan, muvaffaqiyatga erishgan, o'ziga ishongan va o'z ishini yaxshi ko'rganda yaxshi bo'lardi. Bunday sharoitdagi bolalar tezroq rivojlanadi. Biroq bu aqlli bolani tarbiyalashning asosiy sharti emas. Tarbiyada asosiy narsa ota-onaning g'amxo'rligi va bolalar kuchiga bo'lgan ishonchidir. Insoniyat paydo bo'lgandan beri odamlar orasida yetishib chiqqan barcha olim va fozillar, shoir, yozuvchilar hammasi mukammal ilm olish orqali o'z davrining e'tiborli kishilari darajasiga ko'tarilgan. Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sina, Muhammad Qashqariy, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy va boshqa g'arb olimlari, Komenskiy, Ushinskiy, Russa va boshqa olimlar mukammal ilm egallash orqali fanning barcha sohalarida buyuk kashfiyotlar yaratishgan. Tarixan ta'lim-tarbiya maxsus inson faoliyati sifatida shakllanib borish barobarida ta'lim-tarbiya yakunida tarbiyalanuvchilarning sifatlarini, ya'ni ta'lim maqsadlarini ham aniqlab bordi. Xitoyning Samarqanddagi elchisi Vey Sezining hisobotlarida Samarqand aholisi mohir savdogarlardir. O'g'il bola 5 yoshdan to'lagan ekan, unga savdo o'rgata boshlaydi deb qayd qilib ketilgan. Zardoshtiylik dinining muqaddas kitobi Avestoda ham ta'lim-tarbiya muassasalarida katta ahamiyat berilgan. Unda tarbiya hayotning eng muhim turdagi tayanchi bo'lib hisoblanishi lozim deyilgan. Har bir yosh shunday bilim olishi lozimki, u avvalo yaxshi o'qishi, keyin esa yozishni o'rganishi bilan eng yuksak pog'onaga ko'tariladi deyilgan. Beruniyning bilimlari, egallash yo'llari haqidagi fikrlari hozirgi davr uchun ham dolzarbdir. O'quvchilarga bilim berishda ularni zeriktirmaslik, uzviylik, izchillik, yangi mavzularni qiziqarli, asosan ko'rgazmali bayon etish, e'tibor berish kerakligini undaydi. Beruniy inson kamolotida 3 narsaga muhimligini ta'kidlaydi. Bu irsiyat, muhit hamda tarbiyadir. Abu Ali ibn Sinoning aqlning rivojlanish bosqichlarini ishlab chiqqan. Mushohada bilan idrok etishning birinchi bosqichi aqliy kategoriyalarni tushuntirishdir. Ikkinchi bosqich fikrlarni idrok etish. Uchinchi bosqich o'zlashtirilgan bilim fikrlarni idrok etish bilan erishiladi. Shunda u haqiqiy aql deyiladi. Ibn Sino shu aql deganda insonning tug'ma iste'dodini bilish jarayonida shakllantirilgan fikrlash qobiliyatlarini tushunadi. Olim aqlni 3 bosqichda bo'lar ekan, birinchi bosqichda yodlay oladigan, lekin hali harflarni ham yozishni ham bilmaydigan bolalarni nazarda tutgan. Ikkinchi bosqichda bolalar rasmlarni chiza boshlaydi, qalamlardan foydalanadi, bolalarning aqli tasavvur qilinadi. Uchinchi bosqichda inson aql shakllarini va ularga muvofiq hissiy obrazlarni egallagan bo'ladi. Aqlni 2 xil kategoriyaga bo'linadi. Nazariy aql borliqdagi umumiy narsalarni idrok etish, amaliy aql buyumlarni tanlashda turtki sifatida ko'rinadigan qobiliyatlardir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ta'lim berish g'oyasi birinchi bo'lib chet el pedagogikasi, chex pedagogi Yan Amos Komenskiy tomonidan yaratilgan. Ona rahbarligida 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni ta'lim-tarbiya berish mumkinligini ko'rsatib bergan. U ona rahbarligida 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish mumkinligini ko'rsatadi. Shu davrda bolani yoshini e'tiborga olgan holda kishi o'rganishi lozim bo'lgan hamma narsaga o'rgatish lozim deydi. Demak, maktabgacha yoshdagi bolalarga, ya'ni biz ta'lim-tarbiya beradigan bolalarga har tomonlama rivojlanishi, bilim berishi, ko'nik va malakalarni singdirishimiz mumkin. U 19 bo'limdan iborat maktabgacha ta'lim dasturini tuzdi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning aqliy tarbiya berishda to'g'ri tashkil etish uchun ularning aqliy rivojlanish qonuniyatlarini va imkoniyatlarini bilish kerak. Aqliy tarbiyaning ruhiy va fiziologik asoslari. Bola har doim buyumlar va hodisalar orasida bo'ladi. Doimo biror bir narsa bilan tanishadi. Nimanidir bilib, ushlab ko'radi, hidlaydi, tortib oladi, nimanidir quloq soladi. Shu tariqa bola dunyoni bilib boradi. Tevarak atrofdagi buyumlar bolaning sezgi organlari, ko'zi, quloq va hokazolar analizatorlariga ta'sir qiladi va sezgi hosil bo'ladi. Sezgi bolalarda buyumlarning, hodisalarni sovuq, issiq,
g'adir budur silliq yaltiroq xushbo'y va hokazolarni bilib olishiga yordam beradi. Sezgi atrofdagi muhitni bilishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Idrok ancha murakkab ruhiy jarayon bo'lib, sezgilar asosida hosil bo'ladi. Hozirgi zamon psixologiyasining erishgan natijalarini ko'rsatadiki, bolaning tafakkurini ko'rgazmali harakatlar, ko'rgazmali obrazlari va so'z mantiqiy yo'li bilan shakllantirish kerak. Bolaning aqliy jihatdan o'sishi xotira katta ahamiyatga ega. Xotira inson hayotidan muhim rol o'ynaydi. Xotiraning rivojlanishi bolaning hayotiy sharoitida uning ta'lim-tarbiyasiga bog'liq. Maktabgacha yoshdagi bolalarning xotirasi ko'pincha beixtiyor tarzda bo'ladi. Bunda bola buyumlarni, amaliy mashg'ulotlarni yoki o'yin o'ynash jarayonini o'z-o'zida eslab qoladi. Ruhiy faoliyatning maxsus shakli xayol maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Xayol bolaning hayot jarayonini, uning faoliyatidagi ta'lim va tarbiya ta'sirida tarbiyalanadi. Bolaning xayoli u syujetli rolni o'ynaganda, ularga kattalarning qiziqarli ertaklarini aytib berganda, o'sha ertaklar qiziqish orqali xayolning ko'proq konkret vaziyatlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, qo'g'irchoq ko'rinib qolsa, uni uxlatadi, mashina bo'lsa, biror narsani tasvirlaydi va hokazo. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda nutqni rivojlantirish alohida rol o'ynaydi. Inson o'z fikrlarini ifodalash va boshqalarning fikrini tushunish uchun ona tilidan foydalanadi. Bolaning aqliy fazilatlarini nima yaxshilashi mumkin? Miyani rivojlantiradigan o'yinlar. Bu shaxmat yoki shashka, jumboq mantiqiy, psixologik va stol o'yinlari bo'lishi mumkin. Matematika va aniq fanlar matematika tushunchalarini tushunishga, hamma narsani tartib bilan munosabatda bo'lishiga o'rgatadi. O'qish yaxshi badiiy kitoblar har doim sizga o'ynash uchun bir narsa beradi. O'qitish ta'lim jarayonining o'zi uchun muhim bo'lgan yoki bo'lmasa, chunki u insonning hamma qobiliyatlarini rivojlantirishni faollashtiradi. Chet tilini o'rganishi, yangi narsalarni o'rganish. Farzandingiz bilan ensiklopediyalar va ma'lumotlarni o'qing, o'quv filmlari va dasturlarni tomosha qiling va o'rgating. Farzandingiz har kuni yangi narsalarni kashf etishi, qiziqadigan muhit yarating. Shunday qilib, ularda bilim kengayadi va bola qiziquvchan bo'lib boradi. Bolaning 6-7 yoshdan boshlab maktabga o'qish munosabati bilan ularning maktab ta'limiga tayyorlash uchun aqliy rivojlanishi yetarli darajada bo'lishini ta'minlash tarbiyachining javobgarligini yanada oshiradi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda ongli ravishda eslab qolish qobiliyati tarkib topadi. Xotira hajmi kengayadi, vazifa ixtiyoriy diqqat mashq qildirib, uni foydali bilimlar bilan boyitadi. Tavsiya. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aqliy qobiliyatlarni har tomonlama rivojlantirishda e'tibor berish va maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilar, ota-onalar bilan birgalikda harakat qilishi lozim. Doimo farzandingizga savollar berishingiz, farzandingizni uyg'un rivojlantirishingiz, yurish, dam olish, bolaga vazifalar berish, kuzatish, topishmoqlar aytib berish, bolangizni o'ylang, e'tiborda bo'ling, eslab qoling so'zlardan foydalanishiga qaratishingiz kerak bo'ladi. Shunday qilib, bugungi navbatdagi ma'ruzamiz nihoyasiga yetdi. Bolalarni maktabga tayyorlashda aqliy qobiliyatlari bo'yicha bir qancha kitoblarni o'qiymiz va tavsiyalar beramiz. Tavsiyalarni elektron tarzda jo'natamiz. Shuning bilan navbatdagi ma'ruzamiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.